tanasi rohatlandi. Huzur bilan boshini yerga qo'ydi va ovchining harakatlarini kuzatib yotdi. Ovchi bo'rining yarasini tozalab, unga suv berdi. Bo'ri suvni icharkan, bu odam bolasi boshqalardek emas ekan, deb xayolidan o'tkazdi. Bo'rining peshonasida chandig'i bor edi. Ovchi unga Qashqa deb laqab qo'ydi. Bo'rining biroz o'ziga kelganini ko'rgan ovchi qishloqqa qaytdi. Kechga yaqin go'sht suv olib g'orga qaytib keldi. Endi bo'ri ovchidan qo'rqmas, hatto ko'zlarida Arslonbekka nisbatan ishonch, mehr bor edi. Oradan kunlar o'tib bo'ri sog'aydi. Arslonbek g'orga kelganida bo'ri yo'q edi. Faqat g'or og'zida izlar qolgandi. Buni ko'rgan ovchi, qayga ketgan bo'lsang ham boshing omon bo'lsin, dedi uzoqlarga tikilib. Oradan yillar o'tdi. Arslonbek qarib qoldi. Qashqa bo'ri bilan bo'lgan voqea uning xotirasidan o'chib, unutib yubordi. Qish kunlari edi. Tog'lar bag'rini qor qopladi. Odamlar uydan chiqmay qoldi. Shu kunlarda keksa ovchining jondan aziz kichkina nabirasi qattiq kasal bo'lib qoldi. Shaharga qizchani tabibga olib borish uchun ot aravasini tayyorladi. Yo'l uzoq, lekin boshqa yo'l yo'q edi. Tabib qizchani shaharda bir oy davolatdi. Qizcha shifo topdi. Qishloqqa qaytishda tog' etagida bo'ron boshlandi. Oppoq qor, shamol ko'z ochirmasdi. Qizcha aravada yotar, Arslonbek esa atrofga qarab, "Sabr qil bolam, sabr qil. Kechga yaqin uyga yetib olamiz", derdi mehribonlik bilan. Bir necha soat o'tib, otning quvvati ketdi. Sovuq suyakka qadaldi. Ular tog' etagida kimsasiz joyda qolib ketishdi. Arslonbek daraxt shoxlaridan kulba qurdi. Qizchani kulba ichiga yotqizdi. Birinchi kun sovuq tunni o'tkazishdi. Ikkinchi kun ochlik boshlandi. Bechora ot sovuqda halok bo'ldi. Arslonbekning ko'zlarida g'am va ojizlik, lekin ko'nglida faqat bir niyat: "Qizimni asrashim kerak, hatto jonim evaziga bo'lsa ham", o'ylardi u. Kechqurun shoqollar to'dasi o'lgan otning murdasini yeb bitirishdi. 3-kun ular kulba atrofini o'rab olishdi. Ovchi ularni ko'pini miltiqda otib o'ldirdi. 4-kun ovchining